Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Hammaga salom, sizlar bilan Ashraf. Video chiqarmaganimga bir oycha bo'lib qoldi. Oxirgi videoda narxlar o'sayotgandi. Bitcoinni 82 ming, 81 mingga kelishini tahlil qilgandim. U maqsadlarga keldi. Hamma xursand edi narxlar ko'tarilayotgani uchun, lekin hozirda narxlar tezlik bilan pastga qarab ketyapti. Bitcoin 70 ming atrofida savdo bo'lyapti. Ethereum $2000 atrofida savdo bo'lyapti va boshqa juda ham katta o'zgarishlar bor. Bu videoda hamma o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. O'zimda pozitsiyalarimni ko'rsataman, zelkalarimni, qaysi qancha foyda bo'ldi, qancha zarar bo'ldi. Bitcoinni 4 soatlik time frame'da ko'ramiz, kunlikda ko'ramiz va keyingi harakatlarini ko'ramiz. Qisqasi, bozorga umumiy nazar tashlab, kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda ko'rib chiqamiz. Video ozgina uzunroq bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Eng kerakli, eng muhim ma'lumotlar oxirroqlarda bo'ladi. Boshladik. Birinchi o'zimni zelkalarimdan boshlayman. Osmo coinidan juda ham yaxshi foyda bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Mana sotib olgan nuqtam va sotgan nuqtam. Osmodan juda ham yaxshi foyda bo'ldi. Video davomida necha foiz bo'lganini ham aytib ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Osmodagi holatni ozgina tushuntiraman. Narxlar tushib keldi va juda ham uzoq vaqt katta o'zgarishlarsiz narx harakatlandi. 4-5% tepaga, 4-5% pastda. Maksimalniy impuls o'ldi. Hech qanaqa tepada ham, pastga ham impuls yo'q. Va undan keyin mana shu nuqtaga kelib, bum, portlash bo'ldi. Odatda mana shunaqa narx juda ham mayda koridor ichida siqilsa, u katta ehtimol bilan tepaga uchadi. Aşağıda portlash bo'ldi, juda ham yaxshi nuqtada sotdim. Birinchi portlashda sotganim yo'q, yaxshi o'sish bo'ldi. Undan keyin korreksiya, yana bir marta va yana bir marta. Va oxirida sotishda boshladim. Sotganimdan keyin mana ko'rishlaring mumkin, narx hozir tushib ketdi. Men sotgan nuqta 0.11, 0.12 o'sha diapazonda bo'ldi. Hozirda bo'lsa 0.045 da savdo bo'lyapti. Vaqtida foydani olish ham juda muhim. Bozor holatiga qarab foydani olish kerak yoki foydani qoldirish kerak. Mana hozirda narxlar tushyapti. Bunaqa holatda foydani olish kerak. Chunki mana o'sadi va undan keyin narx tushadi. Agar sotmaganimda hozirda juda ham kam bo'lardi. Qilgan foydamni qo'ldan boy bergan bo'lardim. Undan keyingisi Niar ham juda ham yaxshi o'sib keldi. Oxirgi haftalarda o'zini yaxshi ko'rsatyapti. $2.5 hozirda savdo bo'lyapti. $3 keldi. Niarda biz $1 90 sentdan olgandik. Buni tahlilini jamoamdagilarga bergandim. Juda ham yaxshi foyda bo'ldi. Buni eng baland nuqtasida sota olmadim. $2.5 kelgan vaqtda qarshilik bor edi. Va mana ko'rishlaring mumkin, o'sha narx tushishni ham boshladi va men sotdim. Sotganimdan keyin yana bitta impuls bo'lib yaxshi o'sish ko'rsatdi 281 gacha va ikkinchi shamam yashil bo'ldi. Undan keyin tushib, mana hozir yana asta-asta ko'tarilyapti. Qisqasi, men bozorda qanday ishlayman? Eng pastida kirib, eng tepasiga chiqishga harakat qilmayman. Men o'sha yaxshi, misol uchun mana 84 dan kirganim yo'q. $1 meni o'rta narxim va $2.5 da sotyapman. Va bu juda ham yaxshi. $3 da sotganimda foyda ko'proq bo'lardi, lekin $3 ga kelmasligi mumkin edi va mana shu nuqtadan pastga ketib qolsa, meni foydam ancha kamayib ketardi. Hech kim bilmaydi narxda eng baland nuqtasi qayerda bo'lishini, eng pastki nuqtasi qayerda bo'lishini hech kim bilmaydi. Biz shunchaki o'zimizda savdo strategiyamizdan kelib chiqib qarorlar qabul qilishimiz kerak. Mana shunday men sizlarga hammasini ochiqchasiga ko'rsatyapman. Haqiqatni gapiryapman. Bunaqa ko'rsatadigan, aytadiganlar juda ham kam. Shuning uchun ham videoni qadrlab like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Ko'p kishilar o'zini real birjada zelkalarini ko'rsatmaydi. Buni bilasizlar. Juda ham ko'p kishilar. Shunchaki Google tablitsada ko'rsatadi yoki qanaqadir qilingan skrinshotlarda ko'rsatadi. Mana bu haqiqiy birja. Va buy sell nuqtasi turibdi. 6 oygacha turadi. Men sizlarga 6 oygacha xohlasalaring, kelsalaring ham ko'rsatib bera olaman. 6 oydan keyin lekin mana buy sell o'chadi. Altcoin'larda tahlil qilish rubrikasida 15 ta altcoin'ni ko'rib chiqdik. Mana shu videoda mana altcoin'lar ro'yxati, bu yerda time kodlar qoldirganman. Opisaniyani bosib, mana qaysi altcoin'ni tahlili kerak bo'lsa, o'shani bosib ko'rish mumkin. Bu altcoin'larning tahlili
26-martda chiqqan 2026-yil va hozirda почти hammasi o'sha ko'rsatgan nuqtalardan yaxshi o'sish ko'rsatdi. Juda kuchli loyihalardan biri. Men tushishda zo'r tahlilini ko'rsatib o'zimni fikrimni aytganman. O'sha vaqtda narx $40 edi, hozirda bo'lsa $73 savdo bo'lyapti. Eng pastki nuqtasidan $20dan 248% o'sdi. Men ko'rsatgan nuqtadan bo'lsa, men o'zim olgan nuqtadan 87% o'sdi. Men shu diapazonga kelishini kutgandim, shu diapazonga qarab kelyapti. Mana bu diapazon 84 dan 120 gacha. Va bu восходящий trendda tepa chizig'iga yaqin. O'ylaymanki, mana shu diapazonga keladi. Ozgina mana yoqda korreksiyalar bilan kelyapti, lekin juda ham yaxshi o'sish ko'rsatyapti. O'tgan o'sishda ham eng pastidan tepasigacha 420% o'sgan. Bu 4x degani. Undan keyin hozir ozgina Bitcoinni ko'rib chiqamiz, Bitcoinning kelajagi haqida gaplashamiz. Keyin yana bir ikkita coinlar bor, ulardan foyda qildim. Yaxshi holatda turibdi. Ularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Meni hamma ofitsial silkalarim video ostida. Qidirib topmanglar. Skam saytlarga tushib qolishlaring mumkin yoki skam Telegram kanallariga tushishlaring mumkin. Birinchisi bu meni CryptoMasters loyiham. Bu yerda biz jamoa bo'lib ishlaymiz, o'qish, signal va prochat bor. Kimga qiziq bo'lsa, o'tib qo'shilishi mumkin. Ikkinchisi bu meni Telegram kanalim, uchinchisi aloqa, to'rtinchisi bu Ledger hamyoni. Bu link orqali hamyon zakaz qilsalaring sizlarga $20 kriptovalyuta ko'rinishida beradi. Sizlarga ham $20, menga ham $20. Win-win qoidasi. Undan keyin men pastda top birjalarga bonus va chegirmalar bor. Binance, BitGetMex. Ethereum $2000 dan pastga tushdi, oxirgi 7 kunda 5% tushdi. Bitcoin bo'lsa 8% tushdi. Eng katta sabablardan biri Michael Saylor sotdi o'zini 32 dona Bitcoinini va boshqa katta kompaniyalar ham oz qismini sotyapti. Juda ham arzimagan qismini, lekin bunga panika qilib hamma sotyapti. Bu narsa qilinishidan maqsad, men sizlarga o'z tajribamdan kelib chiqib aytaman, shunchaki narxni tushirish. Ular ozgina narxni tushiradi, pastroqdan oladi. Misol uchun Michael Saylor $125,000 dan Bitcoinni oldi, lekin uni o'rta narxi pastroq. Bu foyda deydi. Mana endi hozir Bitcoinni tushiradi, maksimal tushiradi-da, yana kirishni boshlaydi. Va o'sha katta o'yinchilarga pullar ketadi. Mayda o'yinchilarda hamma pullarini ular yig'ishtirib oladi. Solana $80 da savdo bo'lyapti. Tron 0.34 da, Dogecoin 0.01 da, Cardano 22 da, Chainlink 8.95 atrofida, Bitcoin Cash 289 da, BNB bo'lsa 684. BNB'dan yaxshi foydani olgandim. 1100-1400 dan adashmasam sotib. Bu coinlarni hammasini tahlilini CryptoMasters'da berganman. Aniq tahlillar. Kim xohlasa qo'shilib o'sha tahlillarni olishi mumkin. Men videolarimda ham maksimalli foydali ma'lumotlarni berib boryapman, lekin ko'proq ma'lumot, ko'proq tahlillar CryptoMasters'da. Bitcoinning holatini ko'ramiz 4 soatlik time frame'da. Oxirgi videoda треугольник chizib va mana shu полностью o'sishda birgalikda tahlil qilib kelayotgandik va hammasi ssenariy bo'yicha ketdi. Mana shu diapazonga kelishini kutgandim, mana keldi. Mana shu yerdan o'sib, bu yerda kuchli qarshilik bor edi, keyin qo'llab-quvvatlashga aylandi. Qisqasi o'sha ssenariy, videoda bergan ssenariyim 100% ishladi. Undan keyin mana pastga qarab ketyapti. Ko'rishlaringiz mumkin qanchalik pastga tushyapti. Va mana yerda kuchli qo'llab-quvvatlash bor edi. Buni osonlik bilan buzib tushib ketdi. Mana bitta to'xtash bo'ldida qisqa vaqt turib yana tushishda davom etyapti. Keyingi eng kuchli qo'llab-quvvatlash bu 60,000-65,000 atrofida. Agar 60,000-65,000 deb buzsa, bu Bitcoinda $50,000 ga ketishiga yo'l ochadi. Bu tahlilni sizlarga ancha oldin bergandim. Bitcoinni men o'sha 126,000, 115,000 da bo'layotgan vaqtda, savdo bo'layotgan vaqtda aytgandim. O'sha siklishni qarasak, oktyabr, noyabrda sikl tugaydi va Bitcoin narxi ketadi, pastga ketadi deganim. Ko'p kishi bunga seryozni qaramadi va ular juda ham afsuslandi. Men o'zimni Bitcoinlarimni mana shu diapazonda sota oldim. Mana shu diapazonda men sotdim. Keyin mana tushish bo'lyapti. Odatda siklishni 365 kun narx tushish bo'lgan. Ya'ni ayiq bozori 1 yil bo'lgan.
katta qismi ortda qoldi. Oktyabr oyiga kelib o'sish fazasiga o'tishi kerak Bitcoin. Va bu sanagacha 124 kun qoldi. 3-4 oy qoldi. 3-4 oydan keyin Bitcoin o'ylaymanki o'sish fazasiga o'tadi. Bu siklda meni maqsadim 180-230 ming. Mana shu diapazonga kelishini kutyapman. Mana bu yerda tahlil berilgan, qachon berilgan? Aprelda 5-10da berilgan. Ozgina savdo bo'lib tushishi, ozgina tepaga ketdi, lekin mana shu diapazonga kelish ehtimoli juda ham katta. 48.500, 49.000, 50.000 dollar. Agar bu siklda Bitcoinda eng pastki nuqtasi 50.000 dollar atrofida bo'lsa, bu juda ham zo'r bo'ladi. Chunki o'tgan siklda chuqurroq tushganda 15.500 gacha, mana 2021da ayiq bozori, 2017ni ayiq bozori 364 kun bo'lgan, o'sha eng pikidan eng minimumigacha. 2014da mana 361 kun bo'lgan, eng tepasidan eng pastigacha. Va bu grafikda Bitcoinning 4 ta siklini tahlil qilib, mana shunaqa xulosaga kelib, mana shunaqa meni maqsadlarim qo'yilgan. Mana bu yerda bo'lgan vaqtda men tahlil berganman, uni videolardan topishlaring mumkin. 50 ming dollarga kelishini kutyapman deb aytganman va o'sha maqsadimga kam qoldi. 50 mingga kelsa juda ham zo'r nuqta bo'ladi. Men Bitcoinga kirishda boshlayman. Bundan keyin Bitcoin dominatsiyasi. Mana bu bakalikda juda ham uzoq qoldi. Buni hech kim kutmagandi. Mana shu yerda mana tahlil berilgan 66% dan pastga ketishini. Bu nima degani? Bitcoin dominatsiyasini qisqacha tushuntiraman. Bu Bitcoinda bozorda necha foiz ulushi borligini. Mana uzoq bakalikda hech kim kutmagandi. Mana shunday tushib kelishini kutib, mana shu yerda bitta askok berib dальше tushishini kutgandim. Bu 3-altcoin sezon bo'ladi. Bu yerda meni maqsadlarim 50-40% ga tushishi. Va eng katta o'sishlar o'sha vaqti bo'ladi. Globalniroq qaraymiz. Haftalik time frame'ga o'tkazaman. Kelajagini bashorat qila olishimiz uchun bizga tarix ham kerak. Mana uzoq turib, bu 2016-17da boom etib tushish ketgan. Yaxshi tushlar bo'lgan. Bakavikda turmaganda eng zerikarlisi bu bakavikda turishi. Mayli ko'tarilsa, mayli tushsa, lekin bakavik juda ham insonning kayfiyatini ham o'ldiradi, xohishini ham. Chunki hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, sezilarli. Mana bu yerlarda ancha qiziq bo'lgan bozor. Tushgan, ko'tarilgan, tushgan, ko'tarilgan va o'sha 35% gacha kelgan. Bu birinchi altcoin sezon. Mana bu ikkinchi altcoin sezon. Boom etib tushgan. Bu ham yaxshi tushish bergan. Mana juda yaxshi tushish bo'lgan. Mana bu ko'tarilish ham juda qo'pol qilib aytgan bo'lsam, tufta bo'ldi manaqa vasqada yashtiring. Men oldinlari tushib ko'tarilib bozor qiziq bo'lgan. Bu safar bo'lsa maksimalniy bozor zerikarli bo'lyapti. Ko'p kishini badiga ham urdi, joniga ham tegdi bu bozor. Shuning uchun ham ko'p kishi ketdi, juda ham kam kishi qoldi. Qolganlarni tabriklayman. Men bu bozordan ketish niyatim yo'q. Men oxirigacha boraman. Kim men bilan birga bo'lsa, kanalga obuna bo'lsin, videoga like bossin, kommentariyada yozsin. Oxirigacha boramiz va bu bozordan katta daromadlarni biz baribir qilamiz. Mana o'sha 2022dan ko'tarilish boshlandi. 2025 gacha, mana bu 24da ham bitta tezlik bilan tushish bo'lganda, altcoinlarda juda ham sezilarli o'sishlar bo'lgandi. Mana endi bakavikda turibdi. 6 oy, 7 oydan beri hammani joniga tegdi. Mana hozir asta-asta tushyapti, Bitcoin narxi ko'proq tushyapti, lekin altcoinlarga ta'sir qilmayapti. Bu juda ham yaxshi. Bitcoin narxi tushib ketib, altcoinlar o'sishi ham mumkin. Bunaqa ssenariyga ham tayyor bo'lishimiz kerak. Undan keyin Bitcoin realizatsiya narxini ko'rishimiz mumkin. Ozgina tushdi, 54.068 gacha tushdi. Birinchi marta ko'rsatganimda 55.000 edi, ikkinchi marta ko'rsatganimga 54.200 edi. Mana asta-asta tushib boryapti. Bu yerda grafikda ko'rishlaring mumkin. Mana shu qiziq liniyadan pastga tushish bo'lgan. Birinchi marta 122 kun pastda turgan, ikkinchi marta 303 kun, uchinchi marta 140, to'rtinchi marta 179. Mana hozirda hali kelgani ham yo'q. Hali birdan pastga tushgani ham yo'q. Birdan pastga tushib, o'sha pastda qolishimiz mumkin. Mana shu 130 kun, 120 kun og'riqli bo'ladi. Undan keyin o'sishlar boshlanadi. Telegram kanalimda o'sha boyni ko'rsatgan Osmo kriptovalyutasidan 260% foyda qildim va ko'p kishilar mana kommentariyasida yozdi, lichkasida faqat o'zingiz foyda qilyapsizmi, bizga aytmayapsiz deb. Lekin mana shu videoda mana Osmo hozir ko'rsataman. Eng pastki nuqtasiga yetib keldi.
mana eng pastki nuqtasida deb tahlil qilib ko'rsatib olayotganimda aytganman. Ko'p kishi videolarni ko'rmaydi. Mana bitta ko'radi, obuna bo'ladi, like bosadi, Telegram kanaliga o'tadi va boshqa ko'rmaydi. Videolarni doimiy ko'rishlaring kerak. Mana o'sha video, mana osmon, mana shu yerdan ko'tarilish, mana shu 0.63 ga kelishi hammasini ko'rsatib tahlilini berganman. Bu signal emas bu. Men shunchaki o'zimda fikrlarimni, o'zimda xohishlarimni mana shu videolar orqali ko'rsatib boryapman. Kimga qiziq bo'lsa, kuzatishda davom etishi mumkin. Lekin mening kanalimda hech qanaqa signal yoki boshqa narsa yo'q. Kanalda faqat biz ehtimol haqida gaplashamiz. U faktlar, u faktlardan foyda yo'q. Mana bu yoqda olganda, bu yoqda 500% foyda bo'lardi. Endi buni aytishda ma'no yo'q, chunki o'si bo'ldi. Bundan daromad qilib bo'lmaydi. Biz bu yoqda daromad qilamiz. Shuning uchun men videolarimda aytmayman, bu yoqda olganlaringda, bu yoqda sotib 500% foyda qilardilaring deb. 99% blogerlar shunaqa video chiqaradi. U o'tib ketdi, bo'ldi, undan foyda yo'q, uni aytgandan ham foyda yo'q. Yoki Bitcoinni $1 olganda. Hozirda buncha bo'lardi, buncha bo'lardi. U narsa kerak emas. Mana men hammasini ochiqchasi ko'rsatyapman, faqat aniq signallar, ko'proq seriozroq ma'lumotlar, tushunarli narsa videolar orqali berilmaydi. Uni jamoamga qo'shilib olishlaring mumkin. Undan keyin FED kriptovalyutasidan yaxshi daromad bo'ldi. Mana sotib olganimni ko'rishlaring mumkin. 0.19 va mana o'sha CryptoMastersda berilgan 1-may soat 7 da jamoamdagilarga, ular bilan birga kirdik. Hozir FEDni ham grafikda ko'ramiz. Mana hozirda 26, kirgan nuqtam 19. 50% foydada. Bundan keyin mana Bitcoin'da 2023-yil video qilib sikl oxiriga yetyapti, o'sish fazasiga oz qolgan deb videolar chiqargandim, sotib olayotganimni ko'rsatgandim. 2023-22 ko'p kishi ishonmagandi. Ko'p kishi yana narx tushishiga ishongandi. Lekin o'sha mana 16.800 bo'lgan, 15.500 gacha tushib, undan keyin ko'tarilgan. Men sizlarga o'z tajribamdan ayta olaman, Bitcoin yana o'sishni boshlaydi. Faqat hozir o'sha tushish bosqichida. Tamom. Hozir kuzatish kerak, sarmoya kiritish kerak. Bo'ldi, boshqa hech nima qilish kerak emas. Futuresga kirib, katta plechalarda olib, tez boy bo'laman deb borini yo'qotish kerak emas. Ko'p kishi qiladigan xato. Men o'z tajribamdan kelib chiqib sizlarga hammasini aytayapman. Bu ma'lumotlar kitobdan yoki osmondan olingan emas. Hammasi real ish jarayonida olingan ma'lumotlar. Men bu bozorda juda ham uzoq muddatdan beri borman. Juda ham uzoq muddatdan beri doimiy borman, eng muhimi. Va bir xillar bor. 15 yil oldin Bitcoinni bir ko'rgan va shu bilan chiqib ketganda, yana bir 10 yil o'tgandan keyin yana bir ko'rgan, yana chiqib ketgan. Men bozorda 15 yildan beri borman deydi. Unaqa gurumlar bizga qiziq emas. Bundan keyin ko'p kishilar hozirda xato qilgani uchun o'zini ayblashyapti, lekin men sizlarga juda ham bir katta sirni ochmoqchiman, hech kim bermaydigan ma'lumotni bermoqchiman. Mana bu rasm sizlarni ancha tinchlashlaringga va muvaffaqiyatga erishishlaringga yordam beradi. Qaranglar. To'qish uchun xato. Ko'p marta xato qilgandan keyin tajribali bo'ladi inson. Tajribasi bo'lgandan keyin mana to'qishni boshlaydi va mana bu qismi bu muvaffaqiyat. Bu yerda ham xuddi shunday. Bitta oladi, zarar ketadi. Bitta noto'g'ri narsani oladi, bitta skam loyihani oladi va bu bosqichdan bunisiga o'tadi. Ko'p xato qilgandan keyin uje tajribali bo'ladi. Tajriba bo'lgandan keyin to'g'ri narsalarni oladi, to'g'ri coinlarni oladi, to'g'ri instrumentlarni oladi va undan keyin muvaffaqiyatga erishadi. Men hozirda mana shu bosqichdaman. Bunisidan o'tganman. Lekin xato qilmasa, bu yoqqa kelmaydi. Ko'p kishilar bu bosqichda bo'lishni xohlamaydi-da, shunday birdaniga bu yoqqa sakrashni xohlaydi. Lekin bunday bo'lmaydi. Bu hayot qoidasi. Bu любой sohada shunday ishlaydi. Mana bunday kela olmaysizlar sizlar. Yoki mana bunday kela olmaysizlar. Bundan bunga o'tasizlar, bundan bunga o'tasizlar. Va o'shanda natija bo'ladi. Sizlar birdaniga tajribadan boshlay olmaysizlar. Sizlar faqat mana uni tezlashtirishlaring mumkin tajribaga o'tish uchun. Meni videolarimni ko'rib, men tajribamdan olib o'zlaringga kerakli ma'lumotlarni olib, tezroq muvaffaqiyatga erishishlaring mumkin. Ya'ni bozorda, savdolarda. Lekin
umuman xato qilmasdan, umuman tajriba olmasdan bu yoqqa hech qachon kela olmaysizlar. O'ylaymanki, bu videolar sizlarga juda ham foydali bo'lyapti. Meni bilishim uchun like bosishni unutmaysizlar. Yana qaysi yaxshi o'sdi? Hammasi o'sdi. Mana ton ko'p kishilarda bor. Mana 1.33 bo'lgan. Ton 1.33. Mana hozirda qancha o'sish ko'rsatdi. Buni Telegram kanaliga tashlaganman, birdan shaqdan ko'rsataman. Mana NIAR 140% foyda, mana bu tahlil berilgan. Kriptomastersda o'sha vaqtda $1.57 bo'lgan. O'sha pasidan mana bu yoqdan o'sishni berib borganman. Bu skrin vaqti o'sha narx ozgina tiklangan bo'lgan. Undan keyin Toncoin'ni tahlili mana bu yoqda 0.79, hozirda ozgina tiklanish bo'lyapti. NIARda sotganim. Mana shu Telegram kanalimda foydali ma'lumotlar berib boraman. Kim bo'lmasa, link video ostida pulli verifikatsiya qilish, bu juda ham muhim. Buni o'qib eslaringda saqlab qo'yinglar. Mana ton. Bu tahlil Cryptomastersga bergan. Tahlil qanchalik aniq ishlaganini ko'rishlaring mumkin. Juda ham aniq ishladi. Bu yoqda treугольникni ko'rib, maqsadlarda qo'yib berganman. O'zimning maqsadlarimni ko'rsatganman va o'sha maqsadlarga kelgan. Undan keyin mana videodagi. Mana videoda 1.33 bo'lgan tushib va $2 ko'proq keldi. Hozir ko'ramiz tonda. Hozirda o'sha tahlildan qancha foydada ekanligini 1.33 edi. 115% pikida o'sish ko'rsatdi. 115%. Bu x2 degani. Bemalol $1000 olib kirib $2,500 qilib olish mumkin edi. Hozirda bo'lsa 65% foydada. Undan keyin ko'p kishi menga aytadi, video chiqarishdan maqsad YouTubedan pul ishlaydi yoki YouTubedan pul ishlayotgani uchun chiqaradi deb. Mana men sizlarga ko'rsatyapman yana bir marta. Men YouTubedan pul ishlamayman. Ko'ryapsizlarmi? 7000 so'm bir oyda. YouTube pul to'lamaydi. Men sizlarga mana po fakt ko'rsatyapman. Yozmanglar unaqa gaplarni. Men sizlarga 4 yildan beri tekin shunchaki video olyapman. Shunchaki vaqtimni mana shu videolarga bag'ishlayapman. Menga yoqqani uchun, men bu ishni yaxshi ko'rganim uchun, insonlar to'g'ri yo'ldan adashmasligi uchun bu videolarni olaman. U boshqa blogerlar sizlarga juda ham shirin gaplar, boshqa narsalar qilishi mumkin, chunki ular pul ishlaydi. Men bilaman, bitta videosidan $2000-3000 pul ishlaydigan blogerlarni bilaman, mana shu kripto sohasida. Men ko'ryapsizlarmi? 300 ta video bor kanalimda. 300 ta video bir oyda 7000 so'm ishlayapti. 7000 so'm. Bu nimaga yetadi bu? Daji chiqarish uchun kamida 10 yil kerak. AdSense'dan chiqarish uchun. Masalan, mashhur joylarga borsalaring, hojatxona 7000 dan qimmat turadi. Men sizlarga hammasini ko'rsatdim, bozor haqida fikrlarimni aytdim, сделкалаrimni ko'rsatdim. Bu videoni kirib ko'ringlar. Kim bu sohani noldan professional darajaga o'rganib, tahlillar olib, men bilan suhbatlashish, men bilan maslahatlashishni xohlasa, mana Cryptomastersga qo'shilsin. Bu pulli loyiha. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, uzoq ketib qolmanglar. Tez orada yangi videolar chiqadi.